Seni silmayapman axir o'zimga xonadaman. Yanada holati pora huzuri osmoni dilim. Yaxshi yuribsanmi ish qilib azizim nadomati darni solib qalbimga. Qani endi seni o'shanda uchratmaganimda hozirda hamma narsa bo'larmidi o'zgacha. Yana Xudo biladi, balki bo'lardi battar. Bu dunyoning hamma yo'llarida to'la xavf xatar. Mayli iltimos meni bitta narsaga ishontirgin. Menga vafodormisan degan savolimga faqat rost javob ber. O'zim ham bilardim peshonangda ter. Gapir endi meni qaysi kamchiligim uchun qilding hamma tomonlama yer. Hamma xatolaringni kechirar edim-ku, ammo bunisini kechirmasman zinhor. Zaboni shirin ammo Bidir haliyam hozir. Nima? Kamchiliging bormi? Xiyonat qilishdan oldin Xudo bergan kanlarni ishlatish kerak emasmidi? Asabimga tegma. Hozir sen bilan gaplashganni bilsang umuman holim yo'q. Yuragimda o'q. Men endi tepaman. Butun borlig'imni yana hamma narsalarimni nomimni unutganman. Seni esa qalbimdan o'chirib tashlaganman. Ket yo'qol endi ko'zimga ko'rinma. Bilamasan zo'rsan men kimman? Bilmadim qadrimni. Telefoningdagi xatlaringni o'qiganimda adob bo'ldim aytor. Bilasanmi shuni? Ularni kimga yozding? Maqsadingga yetishdingmi? Oxir-oqibatda bir narsani tushunish ham qiyin bo'ldi. Qolmadi mano. Nima bu? Qasdmi yo xato? Qasdmi yo xato?